Qadrdonlar, Raynovodda xullas Tunukafonga bitta e'tibor beringlar. Hozir bu haqida ma'lumot beramiz. Umumiy kvadrati 400 kvadrat ekan. Bir haftada bitirib berdilar. Qolganini usta akalarimizni o'zlaridan eshitamiz. Tunkafon mana shu yerda 400 kvadrat tunkafon ketdi. Bir hafta ichida bitirdik. 3,5lik Samarqand Aziya tunuka ishlatdik. Ularning ishiga 5, menga yo'qdi qilgan ishlari. Rahmat aka. Baraka topinglar. Shu mana shu nimalarni ko'rib qilingan dizaynlarni ko'rib men o'zim xursand bo'ldim. Usta Elyor, usta Xurshid degan ishlarga rozi bo'lsinlar. Men degan ketgan pulimga roziman. Ikki kishi bir haftada shuncha obyekt menga ishimni bitirib berdi ular. Rahmat sizlarga. Qadrdonlar, sizlarga ham shunaqa sifatli mahsulotlar, sifatli usta akalarimiz kerak bo'lsa, bemalol ekranlaringizdagi telefon raqamlariga Azizstroy bazaga murojaat qilaverasizlar. O'zimiz sizlarga cho'tki mahsulotlarni yetkazib beramiz. Qadrdonlar, agar sizlar ham Tunukafonga qilmoqchi bo'lgan joylaringiz kvadratini kommentariyaga yozib qo'ysanglar, minimal necha puldan necha pulgacha rasxod ketishini sizlarga javob beramiz, o'zimiz hisoblab beramiz. Tekin dizayniga qarab, mahsulot ketishiga qarab narxlar o'zgarib turadi, lekin eng minimal narxda sifatli narsalarni yetkazib beramiz. Mana shunaqangi qiziq, kerakli ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun Azizstroy bazaga obuna bo'lib qo'ying.